Assalomu alaykum. Sotildimi? Necha so'mga ekanmi? 444 900. Narxi? Skidka bilan. Skidka bormi? O 385. Pozitsiya nechimda? Pozitsiya K5. Bu versiyasimi? Yo'q. A5ni. Hava full mana o'chilar. Panorama. Tushunarli. Bez panorama bang. Biz panorama. Tushunarli. Necha bo'ldi yaxshimi? Bu aksiya chiqibdi. Hava. Bu ham superlar. Aksiya chiqib turgani shu. Sel aksiyasi mi? 14%. Ha. 14% skidka. Summan 14%. Rakometali bosim deb turibdi. O'zini puli necha so'm buni? O'zini puli har xil. Ba'zi 445 millionlik edi, 185 millionga tushdi. 385 million. Nalichiya oldi. Nalichi. Pozitsiya nechimda? 3%. 3% esa Prestige Light. Mana do'stlar, aksiya skidka bo'lib ketdi ekan. Kia avtosalonda. Salonga kiramiz o'rtoqlar. Nalichi bilamiz, necha mashinalar bor ekan. Так. Кроссовер уширло. Kia Seltos. Опа, yangi model o'sha bu. Kia EV elektromobil. Elektromobil ham chiqdi o'rtoqlar Kia. Shundan keyin Kia'ni Oppo. Dasra kilo. Так, Kia K9 hesap. K5'ni gördükten K9'un görmedik. İlik. Mana birinchi marta ko'rishimiz. Lично o'zim birinchi marta ko'rish. Так, nima ekan bu bizga? Karnival. Mana kelibdi-ku. Karnival yangi variant o'rtoqlar. Mikroavtobus-ku bu. Minivan. Hesap. Кожа, электронки. Assalomu alaykum. Salom, yaxshimi? Bosh menejer, Shahriyor. Qarmon ish, o'tirib. Kia avtosalondan chiqish aksiyalar o'tiribmi, 20lar? Hozir aksiya ko'p bizda. Masalan, bu avtomobil summasidan skidkamiz bor, rassrochkamiz ham bor. Nima? Endi shu mashina bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, bu mashinamiz birinchi paytda Seltos Style bo'ladi. Narxi 379 million 900 ming so'm. Xo'p, agar rassrochka bo'ladigan bo'lsalar, boshlanish to'lovi 40% qiladigan bo'lsalar 12 oy, boshlanish to'lovi 60% qiladigan bo'lsalar 18 oy rassrochka chiqarib berib qo'yamiz. Agar yo'q, men avtokredit qilaman yoki nalichi olaman degan bo'lsalar, avtomobilning summasidan skidka bo'ladi, 10-69%. Ushbu turgan avtomobilimiz 339 million 288 ming so'm beriladi. Buni variantlari bormi yoki puri bir pozitsiyami? Endi hozir bizda nalichida xuddi ish avtomobilimiz ish pozitsiyasidan oq, qora, temli, siniy, seri, mokra asfalt ranglardan nalichida bor. Nalichi bor. Nalichida tayyor. Pul to'ladi, olib ketaveradi. Sirasi minib ketaveradi. Tushunarli. Ichi bilan Rassrochka kredit qilaman desa, salonni o'zidan shu 1 soat ichida ishimiz bitib ketadi. ichi bilan kirratki bir donish tursak bo'ladimi? Bo'ladi. Avtomobilimiz Ichalik motor bunda? ikkilik motor bo'ladi, atmosferniy bo'ladi, 4 portion 6 inchli avtomat. 147 otgacha передний привод bo'ladi. Avtomobilimiz old orqasida parktroniklari bor, dalniy, ближний, tumanli faralari ham bor. Расход benzin? Shahar ichida 7 bo'ladi, trassaga 5. Unda metan ham kerakmi? Metan, propan, svobodniy tushadi agar qo'yaman deydi. Qo'yaman desa. Odam bo'lsa. Avtomobilimizda Bizlyuk ekan bu. birinchi paytida lyuk bo'lmaydi.
start stop bor, bez ko'chiri do'sti ham bor avtomobil. Avtomobilimiz elektronli tablo bor, monitor ham bor. Sidina kojinli bo'ladi, elektrousilitel rul bo'ladi. Oldingi ikki sidina qizadi, bokovой bilan farsunki ham qizadi shu avtomobilimiz. 5 metr avtomobil bo'ladi. Arkasi ham keng. 5 kapitkalar ham qo'ja bo'ladi. Так, diski nechalik bunda? Diska birinchi pozitsiyamiz 17 lik razmerda bo'ladi. Koreyskiy Kumpox salonlari qo'yilgan bo'ladi. Shart emas, balon qo'yish. Almashtir shart emas, koreyskiy naqd. Sakadetskiy zapas tutmaymi? Yo, Albatta, zapasni qo'ysangiz ham polna razmerga, o'zini diska, o'zini balondan bo'ladi. Hisob. Gap yo'q. Birinchi pozitsiya avtomobilimizda elektronli bo'lmaydi, ruchnoy yopiladi. Keyingi pozitsiyalarda elektronli bagaj bor. Eng asosiy komplektatsiya bagaj zapikani bor. Narichi bor ekan. Mana shu bivoy rangidan bor shu avtomobilimiz. Hisob. Keyingi avtomobilimiz bu Elektromobil o'xshaydi. Elektromobil bo'ladi, Eva 6 modelimiz. Ushbu avtomobilimiz narxi 700 million so'm bo'ladi. 700 million. 699 million 900 bor. Xalosalar bundan 40% boshlanish to'lovi bilan 12 oy, 60% boshlanish to'lovi bilan 18 oy рассрочка bo'lib chiqadi. Yo'q, наличие olaman, avtokredit qilaman deydigan bo'lsalar, avtomobilning summasidan 10-69% skidka bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz narxi 643 million so'mga tushadi. Bir zaryaddan necha kilometr yuradi? Bir zaryadda 525 kilometr yuradi. Konkret, ha? Albatta. Bu sborka O'zbekiston yo Koreyskimi? Koreyadan keladi, 4 balon qisi bor. Ha, 4 balon. Cherik balonmi? 19 lik razmerda. Hisob. Ushbu avtomobilimizda panorama bor. Sidinalar kojinli, elektronli. Elektronik pamyat sidinalar ham bor bunda. Skorosti shayba bo'ladi bunda. Tak. Splashli monitor. Oldingi ikki sidina rul qizadi. Elektromobil, ha? Derski bitib turibdi lekin. Universal. Arka farasi ham bir liniyada bo'ladi. 700 million почти. Naqd рассрочка, naqd to'lov bo'lsa 643 million so'm bo'ladi. 643. Nar. Mana ranglar boshqacha bormi? Bundan ichida faqat qora rangi qoldi bizda hozir. Mana punktlab olib ketsa bo'ladi. Srachka, Hisob. Gap bo'lishi mumkin emas lekin. Bu keyingi avtomobilimiz bu Kia K9 avtomobilimiz bo'ladi. Bundan ichida qora rangi bor. tayyora. Tayyora bor. Bu avtomobilimiz 3.3 atmosferli motor bo'ladi, lambda motor turadi. Va eng bir komforti ko'p. Bu versiyasimi bu? Yo'q, bu Prestige komplektatsiya. Bu avtomobilimiz narxi 869 million 900 ming so'm bo'ladi. Рассрочка ham 40% bilan 1 yil, 60% bilan 18 oy chiqarib qo'yamiz. Bu avtomobilimizda отпечатка pozitsiyalar ham bor. Hisob. Va rullar ham elektrousilitel. Besprovодный zaryadka. Besprovodniy hammalari bor. Qimmat taxta o'xshaydi bu, yo taxta emasmi bu? Bu haqiqiy taxta. Haqiqiy taxta. Hisob. Xo'p, avtomobilimiz agar klientimiz naqd to'lov qilaman degan bo'lsa, yo avtokredit qilaman degan bo'lsa, ushbu avtomobil 10.69% skidkasi bilan 776 millionga tushadi. Bu avtomobil bronzerli bo'ladi, o'sha 2 qat oyna bo'ladi. Yo'q. 2 qat oyna, 3 talik pamyat sideniya, massaj funksiyalari ham bor. Oldingi sidena и orqa sidena qizadi, soviydi, rulam qizadi. 360 kamera. İş saatiniz 10 bin dolar bo'ladi. Filmini esa bo'ladi. Rolex. Rolex Shvetsarskiy, ha? Orqasidan bir ko'ramiz, ha? Aytib o'tgan, zavodskoy oyna ko'ydirilgan. И shtorkalar ham bor mashinamizda. Hisob. Bu dinamik bu, ha? Akustika leksikon bo'ladi. Akustika. Premium sistema и standartda ligirovkalar ham bu yerda bo'ladi. Ochiladi. Bu avtomobil haqida biz dim kam so'zladik, lekin podrobno o'rgansak dim ko'p funksiyasi bor bu avtomobil. 1 milliardda ishladim buni pulni. Xo'p, bu Prestige komplektatsiya. Shu narsani premium komplektatsiyasi bor. Narxi 1 milliard 129 million 900 bo'ladi. 100 ming so'm ekan 1 milliard 130 bo'ladi. Rassrojga chiqadi. Agar
klientimiz naqd olaman deydigan bo'lsa, ushbu avtomobilimiz 1 milliard 10 million so'm bo'ladi. Bu premiumi, bu prestij bu. Bunda ko'p funksiya bor. Eshiklarida plyusoska bo'ladi, pnevmo podveska bo'ladi. Tak. Тоже yana ko'p funksiyalari bor. Hali ustlari kelmadimi? Pod zakaz oldirsa bo'ladi. Zakaz olib beramiz, tayyor. Zavodda tayyor. Hop, ushbu avtomobilimiz pultdan yuradi. Yo'q. Pultdan yurish mumkin. Odam mindirib, pultni. Masalan, tasavvur qiling, juda kichkina bir mashina sig'adigan joy bor. Garaj. Parkovka qiladigan chiqib bilmaysiz, masalan. Havo. Mashinani o'ylab qo'yasiz, mashina pultdan kirish mumkin. Yo'q. Yana bir narsa, masalan, biron bir to'siq paydo bo'ladigan bo'lsa, haydab keladi, to'siq bo'lsa o'zi to'xtaydi. Siz bossangiz ham yurmaydi. Yo'q. Hisob. Bu сборкин yeniki bu, koreyskiy mi чисто? Koreyadan keladi, shu 4 balon qisdiriladi. Faqat 4 balon. Bizda qisdiriladi. Bunda bagajdan elektron. Qani? Hisob. Katta-ku bu. O'zim katta. Bak bir 700 litr ha? Onların kattami? Yo'q, 700 chiqadi. 500 chiqadi. Bazı premium bizada. Bu prestij. Buni premium ham bor. Ha, bu prestij, premium lekin sira kelmadi. Keladi. Hozir keladi. Tushunarli. 4x4 bo'ladi. Hisob. Sama parkovka unda. Bor. Avtorobot desak ham bo'ladi. Avtopilot deydi. Klientlar keladi bo'lsa, podrobni tushuntirib beramiz bu mashinalarni. 2 hafta salonga kelsa, batafsil tushuntirib berasiz. Ushbu avtomobilimiz Kia Carnival avtomobilimiz bo'ladi. Bu durg'uni Prestige komplektasi, eng full pozitsiyasi. Buni narxi 741 million 900 ming so'm. Bom наличие. Наличиеda bor, qora rangi bor. Xolosa ikkinchi pozitsiyasi bor. Bundan ham qora rangidan bor. İkinci pozitsiya pul necha so'm? İkinci pozitsiyamiz puli 603 million 900 ming so'm rassroshkaga chiqadi. Agar naqd tanlagan bo'lsa, salkam 540 millionga tushadi. Ikkinchi pozitsiya. Bu narsa, xo'p, bu durg'ani salarka 2.2 turbo salarka bo'ladi. Yo'q. To'shi shu narsani benzin ham bor, 3.5 motor bo'ladi, 6 portion V-obrazli motor bo'ladi. Bu durg'ani salarka issiqvatda shuni benzin ham bor. Benzini naqd tanlagan bo'lsa 662 million bo'ladi. Salarkasi naqd tanlagan bo'lsa 638 million bo'ladi. Aytilgan skidka summadan avtokredit ham chiqarib beramiz. Qaysi bankadan? Xolasa Asakabankdan, xolasa bizni Gideradi. bankda chiqarish mumkin. Biz shu logoni yozib qo'yamiz, pulni tushirsa bo'ladi. Sağ. Tak, o'chirtirib oldim. Kap qo'ydim, ama. Ajratib qo'yib turaman. Hozir klientlar ochib O'zbekiston ekanmi? Shohriyer. Tushunarli. shu avtomobilimizni aytib o'tganimizdek 2.2 salarka bo'ladi. Turbo, bu narsa rasxoti shahar ichida 8 bo'ladi. Salarka endi quvvatli bo'lgani uchun ham bundan уже full bo'lgandan keyin bundan ko'p narsa bor. Biz hozir qisqacha gap aytibmiz, yana skoroslari shayba, LD2 sidini qizadi, Soviyda 2 dona lyuki bor ustida. Arkasından bir lyuki bor. Klimat kontrolleri ham Trioxonic, akustikalar Bose firmasining elektron tablo. Xullas funksiya ko'p bunda. Palasana mushida adaptivli kruiz kontrollar ham bor, eshiklar ham elektronik, bagajlar ham elektronik. Azban ajratib qo'yibmiz. Tushunarli. To'g'risi o'zlashib. O'zban full. Ochib ko'ramizmi? Hozir ajratib qo'yibmiz. Hozir ruchni ashlab. Ha, bo'ldi, tushunarli. Elektron avtomat. Bu narsa full bo'lgandan keyin bunda bu sidenalari orqaga suriladi, oyoqlari chiqib uzayib turadi. Hisob. Yani ben ayakları çıkıp uzaydı. Onu yataveradi, yatib ketaveradi. Dальний расстояние. Aytib o'tganim, bu sidenlar ham qizadi ham, suvida ham. Shuni full variantdagi narsa. Наличие tayyor bu narsa. Kia Soul deyiladi bormi? Albatta, albatta. Kia Soul hozir ishlab chiqarishda. To'xtadimi? Ham bizada Kia K5'imiz. Inazbanda Sportage bo'ladi, K8 bo'ladi, ular sas turibmiz qarshi. Bu durg'ani Kia K5'ni Style Light komplektatsiyasi bo'ladi. Avtomobil narxi 487 million so'm. Shu narxdan rassrocha qilib chiqarib beramiz. Xolasa skidka bilan naqd to'lov asosida ham sotib beramiz. Kredit qilsak ham shu skidka bilan chiqadi. Skidka bilan narxi 418 million so'm. Yaxshi. Naqd to'lov yoki avtokredit oladi. Bu endi 4-pozitsiya.
Kabishlarni Общинcha pozitsiya bormi? Kabishda. Общий bir 10 yaqinlashib qoldi. Toza rossiyskiy zimniy paketlari full bo'lgan narsalar ham keladi, yanvardan keyin keladi. Yanvarga keladi, xudo xolasa. Bu yoqda bir 5 pozitsiya bor, bu yoqda bir 5 pozitsiya bor. Motor bir lekin ha? Motor havoyi bir xil narsa. Opsiyada farq etadi. Opsiyasi farq etadi. Xo'p. Umumiy gapiradigan bo'lsak, birinchi pozitsiya naqd to'lov bilan 309 million 300 dan boshlanadi. Oxirgi pozitsiya naqd to'lov bilan 463 million bo'ladi. O'rtada ko'p mashina bor. Boshi bilan oxirini aytdim. Funksiya ham shunga qarab o'zgarib qoladi. Bu Durmaniya 418 lik почти fulla yaqin narsa. Ramli bilijli tumani hammasi led, 360 kamera bor, diskalari 17 lik. Abdul podograf, arka sidrli podograf, rul podograf, bokovой форсунка podograflari bor. Pamit sideniya, eshiklarni osishlar ham bor, farlar ham liniya bo'lib yonadi. Ben bunları çalıp giderdim bunu. Mana ishida bu narsani yana eshiklar yanada. Hozir beklaydigan bo'lsak, ana eshiklardan mana. Ana eshiklardan. Güzel. Acayip. Bu narsani nalishida hozir qora, mokr asfalt ish rangidan qoldi. Oqini sot. Qolasalar undan eng oxirgi full varianti turibdi. Qora asfalt, oqan bor. Eng Bu lükssüz bu. Bunda bu lükssiz pozitsiya. Qarashingiz, ben ham ko'ribsiz, mashina dim ko'p, to'g'ri olib ketaveradi. Hesap. Ne bu rangidan bor mashina. Hozir bunda yuk mashinalar ham bor. Yok ya şu an bir gösterdik mi? Bongo da baytalım mı? Oldu. Грузовой mu var ekan? K9 lekin yomon ekan o'rtoqlar. 1 milliard. Mana do'stlar. Грузовой. Bongo, наличие, пакет. К2700. Полупассажир, полугрузовой deydilar o'rtoqlar. Koreya. Salarga benzin? Salarga bo'ladi. Bularda 4 xil pozitsiya bor. Pramo skidka narxini aytib ketaveraman. Birinchi pozitsiya 241 million bo'ladi. Bu eng oxirgi pozitsiyasi 272 million bo'ladi. Xo'p, birinchi pozitsiya 241 million. Bir qatorli bo'ladi. Boshqa o'yinga gaplab o'taylik. Shuni bir qator bo'ladi, bu yoqqa taraf bo'lmaydi. Polni kuzov bo'ladi. Polni gruzovoy bo'ladi, birinchi pozitsiya. Gruzovoy bo'ladi, lekin 241 ligida ishi kuzov bo'lmaydi. Taqir bo'ladi. Masalan, uni firmalar bor, xodimlik kerak, yo korobka sotishi kerak. Osh firmalar oladi uni. Taqir bo'ladi. Oladidan ustuna o'zi katta korobka sotadi, boshqa faqat o'zini qarab. O'zini qarab taqlayveradi. Xodimlik qo'ydiradi. Sizda faqat ishni kuzov va taqir sotadi. Korobka xodimlik yo'q bizda. Tushunarli. Demak, birinchisi 241 million, keyin shuni 250 millionlik bor, 249 million izi ozgina. Bu narsa men aytgan taqirning bir de kuzov ham bo'ladi. Keyin to'shi shu narsani 254 liki bor. Bir qator sideniya, keyin ozgina bir de portishka bor, sideniya orqasida ozgina joyi bor. Keyin kuzov. 254 million bo'ladi. Endi oxirgisi ne bu dubl kabina, bu 6 kishilar bo'ladi. Tak. Bak, yine bende kalfaklari oldidan o'tirib ketaveradi. Bu narsa 272 million naqd to'lov bo'lsa. Bu 272 million. Marka ha? Naqd to'lov 272 million bo'ladi. Rullari gidravlika bo'ladi, 207 lik motor, salarga atmosferniy bo'ladi, zadniy привод bo'ladi. Orqalari qo'sha balon bo'ladi. Metan qo'ysa bo'ladi. Metan parafon hisobi düşer. Bazı nalishi bor, o ketsa bo'ladi. Nalishida bormi? Faqat dubl kabina qoldi, nalishida qog'ollari kutiladi. Super kabinalar 254 liklari orqasida ozgina joy bor deganim. Ish oyining oxiridan kelib turibdi. 30-yanvar, yangi yilga keladi, xudo xolasa. Standart kabin 249 liklari yanvarga kelib turibdi. Bu Koreya mı чистый? Koreya. Hammasi shunday. Bir de просто 4 balonni yig'laydilar. Bu ona ha? Hamma narsasi keladi. Hisob. Tak. Xo'p, buni razmeri 220 ga 163 bo'ladi, bortni balandligi 35 bo'ladi. Demak, eng katta kuzovlasa 286 311 ga 163 bo'ladi. Necha tonna bo'ladi? Dokumentalni 1 tonna bo'ladi. Lekin buni bu mashinani bilgan odam biladi, 3.5 4 ta tonna yuklam tashlaydi bo'ladi. Qo'lni oladi. Lekin endi hozir nima desam sizga? Bizning xalqimizda 3 tonnadan tortadiz, 5 tonnadan ham bo'lsa. Bilamiz. Garantiya degan narsa bor. O'zbekchilikda. Shuning uchun dokumentlarni qisqartirib 1 tonna beradilar garantiya uchun. Baribir xalqimiz
Ölmege 3 tonda basadi. Elde diskin çelik bunu? Elde 14, arka 12 bo'ladi. Bu 12 arka 14 ha? Ha. Sağ ol. Tak, dubl kamerada 13 bo'ladi, arkalarında 12 dan bo'ladi. Qo'sha bo'lgan yo'qsiz. Yumuşak balon ha? Ha. Qo'sha bo'lgandan yukni spokойно tortadi. Avion bak lider. Çanakladı. Bu 45 dan oladi. Salerga akır ha? İyi zapas kesem bunda 2 dana bo'ladi. Birisi elde uchun, birisi arka uchun 2 dan adam turadi. Qaysi? İyi dostlar. Nali çeken bu. Malishida bor. Telefon nömrələr var mı dostum? Bu telefon nömrələrimiz Hadi ötsəniz. qazab çıxıb versən buna 88lik 158 10 11 88lik 158 11 11. Şu nömrələrdən balansalar bular. Şahriyar. Простите bu? Bu prosesimiz kopyada 2 xil grafik bor. Biri bu naqd to'lov yoki avtokreditda bu skidka bilan chiqqan narxlari. Rassrochka qilib olaman 0% dan deydigan bo'lsa xalqimiz bunda endi skidkasi uzun narxlari turibdi. Bir de yine birinci paysa salesimiz 379 milyon 900. Xuddi shu mashinani naqd to'lov yoki kreditga ko'radigan bo'lsak, yine 339 milyon 288 ga tushadi. Birinchi paysa sales bo'yicha gaplashdik. Yana shu narsa podrobniy ketaveradi. Bugundan yimda Salon avtomobilda shu vaqtgacha skidka yo'q edi. Bugundan qo'shildi. 5% skidka berib bilamiz. Ish 586 900 bo'lsa, shu summani 5%i shundan qaytib tashlanadi. Bugun berildi u narsa. Shu bilan skidka bo'ladi yani. Bu azalidan naqd to'lov. Respublika bo'yicha beriladi bu. Respublika bo'yicha hamma dilerlarda mashinaning kelishi, mashinaning narxi, aksiya, skidka hammada bir xil bo'ladi. Tushunarli. Ishlatamiz mana borib. Yo'q, ko'p odam Toshkentda dursam nariga duradi, arzonlarda bo'ladi. Bunday bo'lmaydi. Hamma dilerda mashinaning kelishi, skidka narxi bir xil bo'ladi. Mana dostlar. Kelaverasiz. Rahmat. Salomat bo'ling.